Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana kanalimga qisqa videolarni joylab borishni boshladim. O'zim bundan oldingi videolarimda aytganimdek, bu kanalimni o'zimga shu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib o'zim shaxsiy kommunal ma'lumotlarimni o'rganaman deb fayl papka listlar olib kelgandim. Bundan oldin videolarimda ko'rsatgandim. Endi shunga muvofiq o'sha kompyuterdan ham qonun qoidalarini to'g'rilarini chiqartirib o'zim uchun fayl papka qilib qo'yyapman. Bundan oldingi videolarimda ham aytdim, ko'rsatdim o'sha kompyuterdan chiqargan versiyalarimni ozgina. Endi shulardan yana biri, masalan, o'zimni bu shaxsiy, mana aytyapman, xonadonimni gaz ta'minoti bo'yicha o'zim o'rganyapman. O'zimning shaxsiy bu xonadonimni, birovniki emas, shaxsiy xonadonimniki. Shularni ham qatorida qonun qoidalari orasida biron bir huquqbuzarlikni aniqlash uchun shunaqa punktlari ham bor ekan. Endi o'qiyapman, bu qanchalik to'g'ri, lekin shu ijtimoiy tarmoqda berilgan joylari bor ekan. Masalan, hisoblagichda oladigan bo'lsak, uni laboratoriya ekspertizasi degan joylari bor ekan. Laboratoriya ekspertiza xulosasi. Chunki uni yechib olib borib, yechganda ham admin polietilen o'sha qoplariga idishlash, qoplar polietilen paketga solib, uni plombasi rasmiylashtirilib, uni olib borguncha ham agar iste'molchi xohlasa birlab borib, u ekspertiza xulosasi chiqqandan keyin uni keyin biron bir xulosa berilishi kerak ekan. Ularni ham o'zim uchun shaxsiy ma'lumotim uchun o'rganib qo'yyapman. Endi bu qanchalik to'g'ri deb o'ylashim uchun, chunki bu ham ijtimoiy tarmoqlarda berilgan ma'lumot. Eski ma'lumot emas ekan, yangi ma'lumotlar. Chunki har bir qilingan ishda o'zi to'g'ri laboratoriya ekspertiza xulosasi bo'lishi kerak. Bunda ham xuddi shunaqa narsalar bor ekan. Aytganimdek, o'sha yechilayotgan paytda ham har bitta narsani raqamlarini, shu plombalarini hamma yo'g'ini yechib olib, yechib olgandan keyin ham hisoblagichda adminniy polietilen qopga, idishga, shu paketga solib, uni muhrlab, u muhr faqat laboratoriyada ochilib, laboratoriyada ochilgan, masalan, laboratoriyagacha ham iste'molchi xohlasa birga borishi mumkin ekan. Buni mana o'zim uchun ma'lumot shu joylarni ham o'qib kompyuterdan chiqarib fayl papkamga qo'shib qo'yyapman. Endi o'zim uchun kerakli ma'lumot bu o'zimni shaxsiy xonadonimni iste'mol tabiiy gazini kommunal sohasidagi o'zimnikini o'rganyapman. O'zim uchun shaxsiy bilimim uchun desa ham bo'laveradi, to'g'riroq bo'ladi. Keyin masalan yana bir holati bor ekan. Masalan, shu mana keyin juda ko'p ekan buni bandlari. Uni bemalol o'rgansa bo'lar ekan. Men anchasini o'rgandim. Endi ulardan mana bitta ikkitalarni masalan o'zim videomda o'zimga kerakli joylarni mana aytib o'zim uchun ma'lumot olyapman. Agar bir qonun jihatdan huquqbuzarlik deb bironta abonentga rasman biriktirilmagan bir hisoblagich, ya'ni o'zim shaxsiy mana hisoblagichimni aytyapman. Bironta bir demaylik, o'zim shaxsiy hisoblagichimni aytsam, masalan, mana masalan deb
u menga biriktirilmagan bo'lsa, unga huquqbuzarlik bayonnomasini tuzish tuzib bo'lmaydi ekan va aybdor qilib bo'lmaydi degan joylari bor ekan. Uniyam o'zim uchun o'rganib qo'yyapman. Masalan, fayl papkamga chiqartirib, mana shularni ham solib qo'yyapman. Chunki o'zi yuridik jihatdan o'ylaganda ham, bir qonuniy yuridik jihatdan o'ylaganda ham u to'g'ri, shaxsga tegishli bo'lmagan endi narsa desak ham bo'laveradi. Narsaga javobgarlik ham yuridik jihatdan, masalan, uni hech qanday bayon yoki aybdor qilib biron narsa tuzib bo'lmaydi degan joylari bor ekan. Shuning uchun o'qib uni ham o'zim uchun bilimim oshirishim uchun listga chiqarib o'zimni fayl papkamga qo'shib qo'ydim. Men bundan o'rganayotganimdan juda xursandman. Baribir olamizmi yo'qmizmi kommunal sohalariga endi har kuni desa ham bo'laveradi, o'zimiz kommunal sohalariga har kuni ishimiz tushadi. Men mana o'zimni shaxsiy xonadonimnikini aytdim. Men shaxsiy xonadonimnikini o'rganyapman dedim. Bu o'zimni shaxsiy bunday aytganda narsam, ma'lumotlarim. Bunga men o'zim bemalol fikr bildira olmayman. Chunki o'zimniki bu, birovniki emas. Endi o'rganib borish bu har bir fuqaroni xohishi. Masalan, o'zim o'rganib boryapman. Men uchun kelajakda masalan foydali bo'lar deb o'ylayman. Hammaga katta rahmat.